Yana bir qiziq holat, sportdan bir-ikki og'iz gaplashaylik ustoz, maylimi? Ronaldo shu hafta faoliyatini injiqlar sabab tugatyapti degan gaplar chiqdi. Cristiano Ronaldo. Chunki Al Nassr klubi Al-G'iyotga qarshi o'yinni bekor qilib, boykot qilib tushmadi Ronaldo. Nimaga desa, kelgandan beri yaxshigina o'zgarishlarni amalga oshirmabdi Al Nassr. Ya'ni u talab qo'ygan Ronaldo, men faqat birinchilikka intilganman. Sizlar budjet ajratib yaxshi o'yinchilarni olib kelinglar. O'sha Arab ligasi o'ynayotgan Karim Benzayni sotib olish, ya bir qancha yulduzlarni sotib olish so'ragan, lekin uning rahbariyati Al Nassr klubi rahbarlari buni bajarmagan. Va hozir kecha kunda ham tushmadi. 2 o'yindirki, o'yinda ko'rinmayapti. U boykot e'lon qilmoqda. U o'zi ham ijtimoiy tarmoqda bildirdi, ya'ni shu ortidan faoliyatini tugatishi mumkin. Chunki u har doim maksimum o'ylagan. Shu haqida bir o'z fikringizni ayting, Ronaldo fenomeni to'g'risida. Bekzod, men o'zi mana tomoshabinlar menimcha biladi ko'pchiligi. Men futbol muxlisiman. Futbol tomosha endi o'zimiz o'ynab turamiz kam endi, lekin futbolni ashaddiy muxlisiman men. Mana Xayrullo aka bilan ham nechta ko'rsatuv qildik. Da. Xayrullo akani o'zi yana chaqirish kerak o'zi studiyaga. Xudo xolasa. Bekzod, men 82-yilda ko'rganman birinchi jahon chempionatini. Maradona payti ekanda. Yo'q, Maradonada 86 Maradonani yaxshi eslaymiz. Mana tasavvur qiling, 82-yildan beri biz futbol ko'ramiz, 7 yoshman. Qiziqaman. Ronaldoni kirib kelgan davrlarni bemalol eslaymiz, lekin bitta narsa aytmoqchiman, o'sha baribir biz o'sha yoshimiz endi kichkina emas, mana 50 dan oshyapmiz. Ronaldoni to'liq davrini mana ko'rdik. Bizni davrimizga to'g'ri keldi. Tomoshabin sifatida, futbol muxlis sifatida. Men ham o'sha a'zosiman. Birinchi chiqqanlardan ko'rardik United paytida. Chorak asr davomida bu era, bu davr bo'ldi. Bu kelajak avlod bor-ku, mana shu 2000-yillarni, nullivoy bilan 2020 mana 25 mi 26-yil chorak asr bu Ronaldo va Messining erasi sifatida eslanadi. Ajoyib. Tushunyapsizmi? Bu afsona, bu haqiqatan legendarni o'yinchi. O'zi portugaliyalik, bilasiz, o'sha Madeirada tug'ilgan, Funchal degan joyda, Madeira orolida tug'ilgan portugaliyalik. Oddiy odamlarning bolasi, mana otasi bog'bon bo'lgan, onasi oshpaz, oddiy bir kambag'al bir shu o'rtahol oiladan chiqqan, serfarzand oiladan chiqqan, haqiqiy iste'dod egasi. Mana men o'zi to'g'risi mana aytaman, men o'zi Messini nimasiman, Barselonani muxlisiman, lekin Ronaldoni tan olaman. Ronaldo bu haqiqiy tirik afsona, legenda bu. Uni nimalari endi o'yinlarini mana hech aytib ham o'tirish endi hamma biladi Ronaldoning kimligini. Bu dunyo tarixidagi, ayniqsa dunyo futbol tarixidagi bu menimcha 5 talikdagi bitta o'yinchi desak ham bo'ladi. 5 ta. Pele, Maradona bo'lsa masalan, mayli Messini ham qo'shaylik. Bu 5 ta odamning bittasi dunyo futbolida. 41 yoshda ustoz, 41 yoshda to'p yurishda, 41 yoshda sport formasini ushlab yurish. Odamlar mana ilgari hayron qolardim-da, 30 yoshdan keyin futbolchilar o'ynamasdi. Mana 90-yillargacha mana shunaqa zo'r o'yinchilar bo'lardi mana. Van Bastenlar ketdi-ku ular 30 dan sal oshmadi, ketdi tashlab. Nima deydi? Lekin bu o'yinchi fenomenda, bu fenomen haqiqatan. Nima bilasiz-ku, haligi basketbolchilardan tepaga sakirar ekan. O'ylab ko'ring, basketbolchi 2 metr, Ronaldodan uzun-ku basketbolchilar. Basketbolchidan tepaga sakirar ekan Ronaldo. Fantastika. Bu endi to'p urarligi, endi uni yutgan nimalarniki son-sanog'i yo'q-ku. Dunyoda birinchi bo'lib 3 ta top chempionatda chempioni bo'lgan odam shu. Mana Ispaniya Realda o'ynadi ko'rdingiz, Manchester Unitedda o'ynadi ko'rdingiz, Juventusda chempion. 3 ta gigant mana bu mamlakatni futbol державасini chempioni bo'lgan birinchi o'yinchi mana shu bo'lsa kerak, Ronaldo bo'lsa kerak. Shaxsiy muzey, dunyoda birinchi bo'lib futbolchilar orasida shaxsiy muzey ochgan bu o'yinchi. Muzey, tasavvur qiling, tirik afsonada o'zini muzeyi bor. Endi Ronaldoning muxlislari endi u milliardga yaqinda. Milliard. U bitta YouTube kanalida bitta ko'rsatuv qilsa o'zi ham yetadi unga. O'ynamasa ham bo'ladi futbol. Reklama bilan shug'ullansa ham bo'ldi endi. Uni butun umriga tatiydi bu hammasi. Lekin o'z ustida ishlashni to'xtatmadi, qoyil qolishga shu yoshgacha. Professional mana bizning sportchilarga bu bor-ku, o'rnak. Mana bitta haligi bizda sal mashhur bo'lsa bo'ldi, choyxona ketdi-da, butun hali sport tashlangan, karyera o'ldi. Endi to'g'ri hammasi emas. Endi ichida qo'shtirnoqda aytyapman-da.
Lekin Ronaldoni qaranglar, bu butun dunyoga o'rnak bu odam. Qoyil qolish kerak, bu haqiqiy mehnatkash odam. Haqiqiy mehnat, tinimsiz mehnat. Mana Messini aytishadi-ku, tug'ma, iste'dod. Ronaldo mehnat orqasida haqiqiy. Shunday gigant yulduz masalan, dunyo futbolining yulduzi, dunyo sportining yulduzi. Pul milliard dollardan oshdimi puli hozir? Menimcha milliard dollardan oshdi. Qarang, Hatam aka, agar milliard dollaringiz bo'lsa, hozir biznikilar shunaqa shon shuhrat bo'lsin, yotib olsa kerak menimcha, bor edi. U shu yoshda ham 4-5 soatlab kelib shug'ullanadi. Ya'ni eng erta kelib oladi, eng kech ketadi. Ko'rdingizmi? Men falonchi ekanman deb kibrlanmaydi. Filantrop odam. Masalan, qancha mana bu yetim yesirlarga yordamlariga men bu odamga qoyil qolaman. Masalan, rak kasalligiga chalingan bitta bolani operatsiyasini turib berdi-ku. Ko'rdingizmi? O'zi juda ham yaxshi yigit deb o'ylayman. Endi o'zi men masalan Ronaldoni muxlisi bo'lmasam ham, lekin qoyil qolaman mana shu yigitga bo'lsam. Bu haqiqatan fenomen bu bola. Endi dunyoni bu Ronaldo mayli Portugaliyani o'zbeklar to'g'risida gaplashaylik. Mana bu hafta Niderlandiyada Vike NZ degan shaxmat bo'yicha turniri bo'libdi-da. Finalda Nodir Abdusattorov, Javohir Sindirov ikkita o'zbek finalda. Fantastik. Qoyil. Nimaga shu hozir o'zbekning shaxmat yutuqlari to'g'risida bu qanaqa bu O'zbekiston menimcha shaxmatni державаga aylandi. Aylanyapti. Aynan. Faqat o'sha tojni olib kelish qoldi menimcha jahon chempionligini. Yo'q, shu ikki asosiy toj qoldi-da. Shu ikki yosh yigitimiz shu Nodirbek oladi yaqinda, ko'rasiz. Oladi. Jahon chempionatiga chiqdi. O'zbekiston menimcha shaxmatni nima saltanatiga aylandi. Menimcha Toshkentga olib kelish kerak shaxmatni nimasini. Jahon chempionati finalini ham shu yerda uyushtirish kerak deb o'ylayman. Bu hurmatli muxlislar oddiy xalq bilmasligi mumkin, lekin bu dunyoda juda katta obro'. Albatta, bu qarang bizni intellektdan darak beradi. Mana o'zbeklarning ustidan Shuhrat akam ko'p aytadi, o'zbekni yutug'ini aytsang, ba'zilar ensasi qotadi-da. O'zbek qanaqa aqlli bo'lishi mumkin? Mana Nodirbek butun dunyoga isbotlab berdi. Mana o'zbekning intellekti qanday. O'zbekning qonida, genlarida daholar. Olimpiadada yutdi 44-chi, Olimpiya Hindistonda. Hindiston shaxmat vatani hisoblanadi, norasmiy. Hindiston norasmiy o'sha Ananddan keyin menimcha Hindiston norasmiy vataniga aylangan. Juda ko'p hindlar shaxmat daholari bor. 1-2 million dollar. Bizning yigitlar mana ularni ham tormor qilyapti shaxmatda. Qoyil qolish kerak. 2004-yil yutilgan. Rahmatli Islom Do'nch Karimov gapi bor edi, ya'ni sportchilik davlatni tez taratadigan yo'q hech narsa. Mana bu yigitlarni butun dunyoga tanitmoqda baraka topishni juda zo'r. Demak, mustaqil bo'lib haqiqiy bir qudratli davlatga aylansak, bizda talantlar son-sanoq yo'qda. Hamma sohada. Sobiq ittifoqda kim yulduz bo'lib chiqqan? Faqat Rifat Rizqiyevdir, to'g'rimi o'zbeklar uchun? Uni ham xorlab, uni ham hech ko'rsatishmasdi bechorani. O'shani ham bir aytayapman-ku, u shunaqangi bir nimalar bilan chiqdi. Mana Paxtakorimiz esingizda? Yo'qotib yuborishdi. Paxtakor chempion bo'lish kerak edi o'sha yili. O'sha yili chempion. Ikkinchi o'rindami ketayotgandi? Chempion bo'lardi Paxtakor. Shu nima uchun portlatib Ana sobiq ittifoqqa kutayotganlar, qaytga chiqarayotganlar. Mana shunaqa oqibatni olib keladi. Shunday. O'sha Moskvadan boyagi Yevropa SSRning Yevropa qismidan tanlab olinardi asos. Bizning bolalar chiqarilmasdi ataylab. Eng u chiqish uchun haddan tashqari talantligi bo'lishi kerak edi. Chiqish uchun. Mana o'zimizga qo'yib berdik, ko'rdingizmi? Qanday talantlar otilib chiqyapti.